Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Charchamay, xonadonlar tinchmi hammalaringda? Mana dam oladigan joylar bor ekan mana bu yerda ham. Pastga tushsammikan yoki mana tepada ham joylar bor ekan, tepaga chiqsammikan? Kommentariya yozib yuboringlar. Kimga qanaqa joy ma'qul keladi, kommentariyada yozib yuboringlar. Mana tog'ning ustida odamlar yuribdi mana, yurtdoshlar. Asa cho'qqisiga chiqibdi. Soyda bo'yiga tushsammikan ha? Mana tabiat qo'ynida mazza qilib dam oladigan joy ekan. Vodiy Piroval 33 ta.